Bu yoqda ko'rib turganingizdek, pastdan laminatsiya, visichka qolgan ishlar bo'lgandan keyin 70% tayyor bo'lgandan keyin bu yoqga chiqadi. Bu yoqga har bir mahsulotni shu qolipidan, joyidan ajratib, kleyli joyi bo'lib qolishi mumkin. Kleyli joylarini qilib, har bitta mahsulot bittalab qo'ldan o'tadi. Tekshirib, Bu yerda o'zi pastda pechat bo'ladi. Yana tisini dedingizmi? tisnение, laminatsiya, Ulardan chiqqandan keyin bu yerda o'zi bittalab qo'ldan tayyorlab, ajratib. Bu narsani asosan ayollar jiddiy e'tibor bergani uchun tochkasi bormi, qanaqadir endi detallar bo'lib qolishi mumkin, ichida qanaqadir orasida chiqishi mumkin. Buni ajratib, alohida olib qo'yib, toza mahsulot beriladi. Qo'shib yuborilmaydi уже. Уже ichida qanaqadir detallari pochka brakka o'xshagan narsa ko'rib qolsa, уже avtomatik ajratishadi. Toza mahsulot klient qo'liga boradi. Mana shu yerdan o'zi qadoqlash davomida filtr ham o'tib ketaveradi. Albatta. 100% tekshirib, bittalab qo'ldan o'tkazib, keyin upakovka qilib beramiz. Upakovka bo'linib, bu tarafda edi, adashmasam yuklar olib chiqarib, bu tarafda. Bu yoqga topshiriladi, bo'ldi. Mijoz kelganda mashinasini qo'yib yoki dastavkamiz bor, olib borib beramiz, yetkazib beramiz. Bu yoqda olib chiqib, aytganimdek laminatsiya qilamiz, matvi yoki glyansiya, har xil. Hozir laminatsiyaning turlari ko'payib ketdi, gologrammali bor, bular qarasangiz yaltiraydigan boshqa har xili bor. Bu yoqda laminatsiya qilib, keyin visichkasi bo'ladi, qolgan ishlari bo'ladimi? Boya ko'rsatganimdek bir shu etapda. Agar laminatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, birinchi bu yerda laminatsiyadan o'tib, keyin pastga tushadi. Bu yoqda laminatsiya qolamiz oldin. Umumiyda jarayonlar o'zi mana shu qismda tugasa kerak-a? Bu yoqga topshirganimizdan keyin bo'ldi. Уже avtomatdan upakovka qilindimi? Bo'ldi. Ketidan boshqa ish chiqaveradi. Boshqa ish bilan shug'ullanib ketaveriladi. O'sha tayyor mahsulot o'zi mana shu yerdan olinib, o'sha yuk ortiladigan joyga topshirgandan keyin skladchimiz bor. Skladchiga topshiriladi. Ketidan o'zi boshqa zakazda kutib turgan bo'ladi. Unga o'tib ketaverishadi. Masalan, Nozimjon aka, sizda shunaqa holat bo'lganmi? Pechat jarayonida yoki boshqa bir jarayonda qanaqadir bir xatolik ketib qo'yib, katta ob'yomda mahsulot yaxshi chiqmay qolgan, strak bo'lib qolgan, bu shunaqa holat bo'lganmi sizda? Bo'lib turadi. Hozir bu holat menimcha anchadan beri bo'lmagani uchun eslolmayapman. Bizda oddiy mana dizaynerga berildi-ku, bizning o'zimizning anaqamiz bor, zadani beradiganimiz bor, bu texnologimiz bor. Ulardan o'tadi. Tekshirishadi. Boya ko'rsatganimdek, Aziz aka pechatniklarning boshlig'i. Ular ko'radi. Har bitta отделni o'zini boshlig'i bo'lgandan keyin ular javobgarda, ular ko'radi. Bizdan oldin ular ko'radi. Qanaqadir savol chiqib qolsa, bizning oldimizga olib chiqib berishganligidan keyin o'sha joyi o'zida to'g'rilaymiz. O'zi katta pechatga o'tishdan oldin. Albatta, o'sha mahsulot tayyor bo'lgandan keyin o'sha hech narsa qila olmaymiz-da. Biroq ungacha ko'rish kerak, albatta, shunaqa. Ungacha bo'lgan etapda ko'rishimiz kerak. O'zi ko'p holatda biz boshida shuni tayyorlaydi bizga. Ungacha bo'lgan emas, pechatga kirguncha san ko'rib olgan deyishadi. Pechatdan chiqdimi ko'rgin, nima bo'lyapti? Har bitta o'zi odatda 80-90% ishlar o'zimiz ko'ramiz. Imkon qadar o'sha payti o'zi muammo oldin olingan bo'ladi. Olingan bo'ladi. Kechqurun agar nashnoy smena ham bor dedim-ku, kechqurun bo'layotgan bo'lsa, qanaqadir savol bo'lsa, bemalol telefon qilishadi, so'rashadi. Agar ko'zlik yetmayaptimi, bo'ldi, to'xtatishadi ish. To'xtatgan yaxshi-da, pechat qilib qo'yib ertaga katta ob'yomda brak bo'lgandan ko'ra joyida to'xtatib, bir kun, ikki kun kech pechat qilganimiz yaxshi. Kecha men hozir bitta pechatni misol keltirdim. Visichka bo'ladi, laki bo'ladi, qanaqadir joyga tushmaydigan, qanaqadir detal ko'zga yoqmaydigan har bitta mahsulot pechatga berganimizda biz yoniga namuna bilan yoki raspechatga bilan beramizda, qaysi отделga tushganda tekshirib bir ko'zdan kechirish uchun. O'sha narsani har bitta отдел boshlig'i bir tekshirib o'tishadi. Shuning uchun ko'z tegmasin, anchadan beri unaqa muammo bilan duch kelmaymiz-da. Juda zo'r bu oldindan o'sha tasdiqlatib olish jarayonlarini. Aytadi-yu, bu 100% ob'yom pechat bo'lgandan keyin oxirida bilganingizni bu уже hamma etapdan chiqqandan keyin xarajat ham juda katta bo'ladi, mahsulot xarajati bo'ladi. Ungacha ko'rsangiz, yechimi oson bo'ladi. Oxirida ko'rish juda katta zararga olib keladi. Shunaqa. Har bitta отделni o'zida ko'rgan, o'zida xato bo'lib qolgan yoki xato ko'rgan joyini to'g'rilab ketgani qulay bo'ladi ancha.
Buni hisobiga ham o'zi har bitta bo'lim alohida bo'lib, shu bo'lim boshlig'i shunaqalar tayyorlab qo'yilgan. Shunaqa qilib qo'yilgan. Mana bu yerda ham skleyka apparatimiz bor. Bu ham soatiga aytganimdek 5 mingta, 10 mingta bemalol chiqarib bera oladi. Bunda ham chiqyaptimi? O'zlari tekshirilib, qanaqadir уже yaxshi ushlamaydigan joyini tekshirishadi. Biz baribir yirtib ko'ramiz, 5-6 tasini yirtib ko'ramiz. Qanaqa ushlayapti tekshirib ko'rganimizda qanaqadir savol tug'ilsa bo'ldi, yo bizga ko'rsatadi. Biz asosan mijozlar bilan ishlaganimiz uchun bizga ko'rsatishadi. Bizga yoqmasa bo'ldi. Boshqa klient to'g'rilaymiz misol uchun. Qanaqadir joylarini to'g'rilab, yechim qilib, parallelni o'tib ketamiz-da. Mijozga borgandan keyin ochilib ketdi, unaqa narsa bo'lmasligini oldini olamiz-da. Mana shu yerda test qilib ko'rinib, har birida shu mijoz talabiga ko'ra test qilib ko'ramiz. Uje mijoz masalan bir marta shunaqa chiqqandan keyin ikkinchi marta ham berib ko'radi, uje uchinchi martasiga qo'ya qol deydi. Boshqa joy qarab, boshqa joy bilan ishlay qoladigan narsa bo'lmasligi kerak deb baba. Har bitta qilayotgan narsani o'zi yaxshi ko'rib, nima deydi, sal mehr berib qilsa, unaqa braklar ham, boshqa narsalar ham bo'lmaydi. Tushunarli. Alloh olinadi. Shu bilan unda ishlab chiqarish jarayoni hammasi shu yerda o'zi yakuniga yetadi agar. O'zi bu narsa o'rtacha bir hafta, 5 kun yoki undan ko'p ketadigan vaqtda, qisqa vaqt ichida ko'rsatib tez o'tib ketdim. Qanaqadir detallar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Ko'zimizdan ko'ringanini, sanog'imizni o'rtacha qisqa bo'lsa ham shuncha bo'lsin deb ko'rsatib ketdik-da. Baribir shuni o'zi ham umumiyda qanaqa jarayon ketishini ancha ochib beradi-da. Odamda qanaqadir tushuncha bo'ladi o'zi. Shunaqa. Bitta korobka chiqyapti, bu bo'ldi, pechat bo'ldi, chiqyapti-da degan xayoli sal bo'lsa ham o'zgartiradi-da. Shuncha narsa, shuncha etapi bor ekan. Xohlash mas'uliyati bor ekan degan narsa. Ko'pchilikda masalan biznes qilish niyat ko'pchilikda bo'ladi-da. Mahsulot kimdir ishlab chiqarmoqchi bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'shalarda hali masalan boshlamaganlar bo'lsa ham, ular uchun o'zi oldindan ancha yaxshi bo'ladi-da bu narsa. O'sha tushuncha hosil qilib, mana shunaqa ishlar bor ekan, mana shunaqa jarayonlar bor ekan degan narsa. Keyin jarayon tushungandan keyin masalan qayerda bir kamchiligini to'g'rilamoqchi bo'lsa, o'shanaqa narsa uchun ham zo'rda bu. Mana shu jarayonda aka mana shunaqa qilsak bo'lmaydimi degan narsalar uchun. Endi masalan ishlab chiqarayotgan odam ham o'zi ko'p holatda bu narsalarni bilgani yaxshi. Ishlab bizga bo'lgan mijoz ham bilgani yaxshi. Bu narsalarni qaysi etapdan o'tyapti, qanaqa bo'lyapti. Qisqacha bo'lsa ham tushuncha bo'lishi kerak. Sababi biz bilan ishlamasa ham, boshqa joy bilan ishlasa ham qanaqadir alduni o'zicha tushuncha bo'lsa, o'sha ko'p joyda mana bunaqa bo'lmay qoldi deb o'xshatib yuborishga o'xshagan narsalarga o'sha ularga ozgina tushuncha bo'ladi. Bularni aldolmaydi keyin. Shunaqa band joyda deydi, mana bitta o'tsa deydi. Sen mana lak qo'yman deyapsan deydi. Nega bir hafta lakki, bir hafta o'tkazing deyapsan? Menimcha uriladi-ku degan narsa ham bo'ladi-da. Endi tushuncha bo'lgani yaxshi. Bu mijozlarda tushuncha bo'lgandan keyin qanaqa qiyinchiligi borligini ham sal bilib olgan yaxshi-da, misol. Sizdan erta talab qilayotganda ham qancha vaqt cho'zilib ketyapti, bunaqa o'sha narsa uchun ham kutuvni to'g'rilab berar ekanda bu. Kutuvni to'g'rilaydi. O'rtacha odatda ko'p holatda mahsulot tugagandan keyin zakaz berishadi-da, ko'pchilik. O'sha bo'ldi, tugadi, siqilib qolmagandan keyin va menga kecha kerak edi deyishadi-da. Shu narsani o'sha oldindan qanaqadir hop, mana baribir shu narsang ketadi. Sal bir hafta oldin, 10 kun oldin, 1 oy oldin hisobga olib qo'yib, buyurtmani berib qo'ysa. Shu mahsulot tugayapti, tugashidan oldinmiz. Oldinroq o'shani hisobini olib qilsa, erta sizlardan ham masalan tezroq bo'ldi, unaqa narsa bo'lmaydi baribir. O'zida ham uzilish bo'lmaydi, o'sha narsa uchun shunaqa. Endi bizani doimiy klientlarimiz uchun qanaqadir mana shunaqa holat bo'lib qolsa, ko'pincha yurib beramiz. Hardan yurib beramiz. Qo'limizdan kelgancha maksimal tezlashtirib, o'sha qisqa muddat ichida. Qisqa muddat, chunki qolipi bor, boshqasi bor, maksimal tezlashtirib beramiz. Endi bularnikini tezlashtirgani boshqa ishlarga ham jabr ko'rish kerak emas-da, boshqa zakazlar. Shuni jabr ko'rmaydigan qilib maksimal tezlashtirib beramiz qo'limizdan kelgancha. O'sha ishlab chiqarish qobiliyatidan nima deydi? Kuchidan kelib chiqqan holda. Kuchidan kelib chiqib, tezlashtirib beramiz. Tushunarli. Bunda mana shu yerda tugar ekanda, oxirgi tochka shu yerda bo'ladi. Nozman aka, sizga katta rahmat. Mijozlar uchun ham, o'zimiz uchun ham baribir. Keyinchalik masalan ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lganlar yoki aynan qilayotganlar uchun ham juda ham yaxshi jarayonlarni ko'rsatib berish, uni tushuncha hosil qilish. Qanaqadir kam ko'sti bo'lsa, yana to'ldirib, yana tushuntirib ketaveramiz. Shunaqa. Nozman aka, sizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Ko'ptamisa, kevrasizlar. Printwell yuqori sifatni his qiling.